Sen qurumaysan ili daryosi. Abduri Seher. Ontario kölünün girvəklərdə oldurub, tixcə senin hikayəni sözləvatqan idim. Ey qəhrəman ili daryosi. Bir xəbərçi kəptər uçub gelib, ili daryarın qurub getibdi, dedi. Mən dedim kəptərgə şənç bilən kəskin qılıb. Yalğan, ili daryosi, qurumaydigan daryo. Şundaq, ili daryosi, qurumaydigan daryo. İli daryosida qarmaqqa su aqqandek ko'ringan bilan, uningda bir o'lmas ruh aqıdı. Bu ruh gah dolqun bo'lib, gah qaynan bo'lib, gah gökürgen şavqın süren bulup, bir ruhni üzüldürmey örkeş yasap toquydu. Xuddi işkiçiqda anamның baş yağlığını toquğana dek. Bu ruh ili daryosi bilan kökleydi ve yıldız tatıdı. Birleri onun suyunu qızğınıp, özlerinin ötənlərə başlamamakçı, yoki qurtib etmekçi bolup atqan boluşu mümkün. Lekin ular ili daryosының undaq addi sozulub yatqan daryo emasligini, onun suyunun undaq addi, iqibli qoysu boladigan su emasligini bilmesi gerek. Sen belkim ili daryosының sahillerideki ili xalqının en qimmatli baylıqları bolğan mahallelerini, meşreplerini, futbollarını, Zəngər bayrağımız rəngində içilgan üstü Quddus zarlıqlarını, osmalarımızı, Leyli Qazaq, Çoğluq, Qarqat, Bölcürgen qaplığan künəs tikəs yaylaqlarımızı, hətta canlarımızı qurtmaqçı boldum. Amma ili daryosini qurtalmaysan. Çünki o ruh daryosi. Ey ili daryosini qurtmaqçı bolğanlar. Anla qalbimdən partılğan çuqanımni. İli daryosi bir uçu ili vadisiga, bir uçu ta ki Guantanamo türmesiga bağlanğan bir ölməs ruhqa vəkillik qılıdı. Şundaq. İli daryosida aqıdığanı su emas, Uyğur ruhi. O bu ruh bilan birlikdə Uyğur ruhiyetinin qimmatli doğru dərməkləri, şifalıq ruhi ozuqları bolğan Vadarixa və Xan Leylunni, ili vadisida savlanğan ili çaqçaqlarını özü taza müstəhkəm çonqur çılaşdırıb iqib gəldi, ta ki uzaqladın hazırgıca. İli daryosiga allaqaçan fevral ruhi deydigan bir ölməs ruhның bayrağını qadap bolğan Abdaxelil Mecid, Tursun Səleylər, canları bədliyə. Canlarını taqdim qilish şərbiga erişəlməyənlərini sən qiynavatsan ta ki hazırgıca. Sen ili daryosi sahillərdəki çeketki paqılarının ko'kiraşlarini addi bir narsa deb o'ylab qalma. O sana ili vadisidagi shamolda lapildigan har bir yaproqning, zaminni chin quchoqlagan har bir quram tashning ömür bo'yi sug'uchilishib yashashni tanlagan qo'mishlarning fevral ruhini qandaq o'z panohiga olganligini, qandaq qo'g'diganligini naqsh qilib aytib berdi. Ondaqda ili daryosi tavlagan fevral ruhi qandaq ruh edi? Bundan 24 yıl burunla sen, men hiç qaçan sen bolalmayman, sen hiç qaçan hem men bolalmaysan. Bununla qayıl bolsan mana, qayıl bolmasan alacanni deb şəhərə patmay taşqıllıgan bir ruh idi. Fevral ruhinin həmmə nemsi var idi. Fevral ruhidən Spartak ruhini, Martin Luther King ruhini, Sokrat ruhini,
qaysi ruhni izlasang tepiladigan, ili vadisiga kömilgan sehrlik ruh edi. İli daryosi oddiy daryo emas, sen qurtib yetalaydigan. U mana mushunda qimmatli ruhlarni o'zi bilan iqtadigan ruh daryosi. Esingdimi, ey ili daryosini qurtmoqchi bo'lganlar? Fevral ruhining yaratquvchilari bo'lgan Kipak yuzi, Xudiyar yuzi, Mama yuzi va Cho'lonqayliq dehqon partizan yigitlaridan Hammad Muhammad, Teyipcan Seyit, Mamtibin Abduqodir, Hamid Muhammad, Qosim Maqbir, İlyas Zordullar. Sen qo'liga dunyodagi eng ilg'or odam o'ltirish qurolini tutqizgan, alayda chaqnagan patmas quyosh deb yetishtirgan Koyingchang, Longfei, Nurlan va hokazo qatorliq g'o'ljiga patmay qolgan mushtum zo'rlaringni qandoq yer tishlatganligi. Sening askarlaring agar qo'lida qurol bo'lmas edi, bir hamoqat ahmoqlar edi. Chunki ularda ruh degan bir narsa mavjud emas edi. Shundaq kunlar keladiki, ruh bilan sen tutgan ashu qurol birlashadigan. Sen ili daryosini mangu quritolmaysan. Chunki ili daryosi ruh bilan qurolning birlashishining tamoman haqliq ekanligiga guvoh bir daryo. Shundaq ili daryosi fevral ruhi bilan birlashgan. İli xalqining muqaddas narsalarini qandaq qo'g'daydiganligidan iborat bir ruhni chaqnatgan bir daryo. Bir zamonlar ili daryosi sahillarga patmay tashqillab oqqanda, bu daryoni quchoqlab yotgan bu shaharmo fevral ruhi bilan tashqillagan edi. Bu tashqillash shaharni yerib, chegaralardan halqib, O'rta Osiyo, Turkiya, Yevropa, Shimoliy Amerika, dunyoning hamma yerida hozirgacha tashqillamoqda. Bir chaqlar menmo shu tashqillashda fevral ruhini chin quchoqlab teshib chiqqan edim dunyolarga. Lapildab qarlar yog'dirib, xon laylonni etib uzatgan edi meni oq fevral. Soğuqdaydı birleri fevralni, ishonmayman onunğa. Çünkü bir ot, bir çoqan ve bir meş'al yalqın joy titinimda. Heyran qaldım şu çağ, quchoqlab turib fevralni. Çünkü ko'rmagan ekanman ot bilan zimistonning quchoqlashganini. Ha, bildim fevralning soğuqligini. Aslida u soğuq emas, qahr g'azab cho'qanlar ekan. Eğer vaqtni orqaga yondirib olsa edim, fevral seni quchoqlab yashagan bo'latdim. Seg'indim qordan kelgan g'ijirlagan tovushni, o'xshaydi o kechada onam ochgan eshikning g'ijirlashiga. Suv oqmasa daryo quridi demigin, fevral kelsa gul o'ladi demigin, kecha bo'lsa gul ichilmas demigin, namasham guli qorong'uliq guli. Dəşçül şıvaqlarının sırtığı baxma, bir ateş gülü o gezi kelgende. Ey qalbimdeki daryo, ey ruh daryosi, Uyg'urning xo'shallig'i, dard alimi, naqshisi, chaqchig'i, tamburi va duddurini, Uyg'urga oid nima bo'lsa shuni o'zing bilan birga chilashtirib oqqan qalbimning azim daryosi. Sen mangu qurmaysan. Men seni mangu qurtmaslik uchun Ontario gölünün garbaklarida o'ltirib, sen haqidagi hikoyalarni hozirgacha Ontario ko'liga so'zlab beryapman. So'radim men Ontario ko'lidan. Ey Ontario ko'li, mening qahramonim ili daryosi rostliq qurib ketganmidi? Titrab ketdi ovozlarim suolim vaznining ig'irligidan. Ontario ko'li savol bilan javob qaytardi menga, tamkinlik bilan yenik silkinib.
Xalqing mavjudmi? Shundoq. Xalqim mavjud. Javob berdim uning titrab turib. Agar xalqing mavjud bo'lsa, İli daryosining hikoyasini to'xtamay men Ontario ko'ngliga anlatadigan ruhing mavjud bo'lgan muddat ichida İli daryosi qurimaydi, deb aks sado qaytardi Ontario ko'li.